Bu iki kişiliklerde 1.800.000 qilib beramiz. O'zbekiston milliy dastavkasi ichida. Buni ham rangidan ko'rib tilaveradi. Kattalashgan sari odamni soni ko'tarishiga qarab narxi do'yini ko'tarilib ketmaydi ekan. Yo'q, unaqa. Arzonlashar ekan. Ha. Xo'p, akalar mana ko'ryapsizlar, mana ko'taradigan stoykalari ham do'ynoy. Zo'r. Hozir buni narxi bir xilmi yo boshqa narsa? Yo'q, bu boshqachasi bu. Deki komfort deyiladi bu nomi. Oynaga mana o'sha kalyonni oynadan qo'yiladi. Misol, svet oynani ham sveti bo'ladimi? Oynani ham oq bor, keyin yoduvisi bo'ladi. Oqi bor, yoduvisi bor. Akalar. Kelaraga qoldim men, koshona akalar. Eshakday ishlab, shoxlarda yasha deganda akalar, mana ko'ryapsizlarmi? Komfort sharoitda yashash uchun imkoniyat darajasida sizlarga ko'rsatib beramiz. Hammaga assalomu alaykum, Barakauz kanali hamda So'mbauz kanali ashaddiy muxlislari, e'tiborlangan bugun biz 2025-yil 4-dekabr hafta kuniga payshanba biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchg'oy qishlog'idamiz akalar, ya'niki to'qima stol kachilalar ishlab chiqaruvchi Jalon akamning xonadoniga kelganmiz. Optim joyiga akalar. Savdogarlarimiz, magazinlarimiz, xullas foydalanuvchilar uchun mana xomashyolarimiz bor. Hamma turdagi xullas stollar makoniga kelganmiz. Sizlarga batafsil ma'lumotni o'g'illari Sarvarjon ukamiz beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sarvarjon, yaxshimisiz? Sizimsiz? Yaxshi, rahmat. Keldingizmi? Hormang endi. Salomat. Assortiment ko'paytirib Ha, ko'paytirdik. Asta-sekin Moskva Pekin deb olyapsiz endi. Ha, sekin olyapti. Xo'p, ukam, endi hozir akalar, endi bilasizlar, men ko'proq bu narsalarda obzor qilmaganim uchun videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa, kechirib qo'yasizlar. Biz sekin sizlarga davom etaveramiz ko'rsatishda. Bo'lardimi? Xo'p, ukam, endi bu turib tursin, bu kachilalarda vaqt keladi, so'raymiz. Menga eng hozir xonadonlarga qo'yish uchun zarurat joyda mana stollarimizni so'raymiz. Ukam, bu nima deb nomlanadi o'zi bu stol? Bu Dego deyiladi, bu 6 talik modeli. Dego? Aha. Razmeri 1.40 ga 80 bo'ladi. Brendingiz Samauz ekan, a? Shunaqa. Samauz. 6 talik a bu? 6 talik. Buni narxi 2.300.000 qilib beramiz O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida. 2.300.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka qayergacha? O'zbekiston xohlaganchaga, Qoraqalpoqgacha. O'zbekiston 12 ta viloyatiga dastavkasi bilan borib berasiz. Hamma joyga bepul. 2.300.000 ga. 2.300.000 so'm 6 talik akalar. Svetida farq qilmaydimi yoki? Yo'q. Qolgan svetdan farq qilmaydi. belgi beraveramiz. Xo'p. 6 taligimiz 2.300.000 so'm qo'yildi. Endi bunisini eshitdik bu. Bu 8 talik. 8 taligi bu. 8 talik. Bu ham nima deyiladi bu? Bu Deko deyiladi. Buni ham modeli. Buni razmeri 1.80 ga 80 bo'ladi. 1.80 ga 80. 80. Oynalari kalyonni bo'ladi. Qani bir ko'rakchi, kalyonni sizlar bir nimalar qo'ygan? Ko'tarib o'tira olasizmi buni? Parcha-parcha hech narsa qilmaydi mana. Behajolatdan tashqarisilar. Oho. Haqiqatdan sinmaydi ekan, ha? Issiqlikka chidamli. Issiqqa chidaydi. Chidaydi. Sovuqqa chidaydi. Sovuqqa hammaga chidaveradi. Shu bolalar ustiga chiqsa ham turtib yuborsa sinib ketmaydi. Yo'q, hech narsa qilmaydi. Qalay akalar, ma'qulmi? Bunisini narxi nechi pul? Bunisini 3.100.000 qilib beramiz. Buni ham dastavkasi O'zbekiston bo'ylab. Mana akalar, tagida dastavkasi bilan akalar. Zo'rmi? Garantiyalar bor, behijolat. 200.000 O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida. Ichida bepul. Xo'p. Ukam, mabodo mana stolim bor meni. Stolim bor. Menga premium mana stoldan kerak. Sotilaveradimi? Ha, sotiladi. Telefon qilsa gaplashamiz. Donabey endi misol Donabeyga necha puldan berasiz? 10 ta olish mumkin, 100 ta olish mumkin. Menga stoldan kerak desa, necha puldan berasiz? 230.000 dan boshlab ketilaveradi. 230.000 so'mdan boshlanish narxi. Shunaqa, u yoqqa ketaveradi, ha. Dastavkasi qilib beriladi. Dastavka qilib beriladi. Ha, yaxshi. Zo'r. Hozir buni narxi bir xilmi yo boshqa narsa? Yo'q, bu boshqachasi bu. Deki komfort deyiladi bu nomi. Oynaga mana o'sha kalyonni oynadan qo'yiladi. Misol, oynani ham sveti bo'ladimi? Oynani ham oq bor, keyin yoduvisi bo'ladi.
oqi bor, yoduvisi bor, zakasga qarab qo'yib berilaveradi. Qo'yib beraveradi. Bu ham nechtalik? Bu ham 8 Bu 8 talik. Buning razmeri 2 metrga 90 bo'ladi bu. Kattaroq. Ha, kattaroq. Keyin oyoqlari, menlari ham qo'sh oyoq bo'ladi bu. Baquvvat anchagina. Ha, uni yakka ekan bu qo'sh oyoq degan. Hop, bunisini narxi necha bo'ladi? Bunisini 3 million 300 ming qilib beramiz. Dastavkasi ichida. 300 ming so'm. Dastavkasi ichida O'zbekiston bo'ylab, ha? Shunaqa, ha. Yaxshi, zo'r. Hop, bunisi qanaqa? Bunisi ham o'sha Deko 8 talik deyiladi bu ham. 8 talik. Bu ham yakka ekan-a, do'y Ha, yakka. Shunaqa. Buni narxi qanaqa? O'sha chekkadagi bilan. Chekkadagi bilan bir xil. 2 million 300 ming dedik. Yo'q, 3 million 100 ming. 8 talik. Ha, 8 talik 3 million 100 ming dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida ekan akalar. Ma'qulmi? Zo'r ekan ammo. Sifati yaxshi akalar. Bo'laveradimi? Bu narsamiz qanaqa bu? Bunisi Isabella'ning komfort model deyiladi buni. Isabella'ning komfort model prosta beyda hozir shu skameykasi turibdi. Ha, shunaqa skameykani o'zi qo'yganini esagan hali vaqt bo'lmadi. Qolgani kerak menga Isabella degani o'sha anaqa stoli bilan nimalar hamma yo'g'ini komplekt qilib ber desa qilib berasiz. Qilib beramiz. Nech pulga bitadi? 5 millionga dastavkasi bilan boradi. To'shakchalari ham bo'ladi. Ha, to'shakchalar bo'ladi, yostiqchalari. Kachilalardagi mana buni kachilalarda turibdi. O'shanda bu bitmagan holatida o'zi ko'rsatish shart bas edi. Men ko'rsatgim kelaveradi-da, chunki kimgadir shu narsa kerak. Buni o'sha bunday chiroyli ko'rpachalari, yostiqchalari bo'ladi. Isabella degani komplekti necha pul bo'ladi? 5 million bo'ladi dastavkasi ichida. 5 million so'm dastavkasi ichida. Ichida. Telefonda kelishamiz narxini. Hop, kelishtirib beradi ekan. Endi ukam boshida ko'rsatib o'tdik, meni ko'zimni quvontirib turgan narsalar mana kachilalarimiz, kachilar deyiladi axir. Ha, shunaqa. Hop, bularda og'irlik ko'tarishi qanaqa-yu, nechta odamga mo'ljallangan tanishtirib chiqamiz. Bu bir kishiliklari bular 150 kilogacha yuk ko'taradi. Bir kishilik. Buni yostiqchasi bu. Ha, to'shalardan har xil rangdan telib beraveramiz. Ha, bu to'shakchasida rangida, kachilar svetida farq qilmaydi. Yo'q. Hammasi narxi bir xil bo'ladi. Yakkalik premenni necha kilo ko'taradi bu? 150 kilo ko'taradi. 150 kilo ko'taradi. Aha. Akalar 150 kilo ko'taradi ekan. Ko'ryapsizlarmi? Baquvvat qilib ishlaydi. To'qilishlari ham o'ta chiroyli ekan. Qancha qilib beramiz buni? Buni 1 million 500 ming O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida. 1 million 500 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida. Mana shu yakkaliklar 3 ta endi. Aha, mana shu uchalasi narxi bir xil. Bir xil hammasiniki. Buni 2 kishilik shekli bu. Ha, bu 2 kishiliklarda 1 million 800 mingdan qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida. Buni ham rangidan ko'rib tilab olaveradi. Kattalashgan sari odamni soni ko'tarishiga qarab narxi do'yini ko'tarilib ketmaydi ekan. Yo'q, unaqa. Arzonlashar ekan. Ha. Hop, akalar mana ko'ryapsizlar, mana ko'taradigan stoykalari ham do'ynoy, zanjirlari ham do'ynoy. O'zi ham eniga katta, 2 kishilik. Necha kilo ko'taradi bu? Bu 300 kilogacha ko'taradi, 250-300 kilogacha ko'taradi. Narxini qancha dedik? Narxi 1 million 800 ming. 1 million 800 ming so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor, ha? Ha, bor. Yetkazib beramiz. Bular hammasi mana shu 2 kishilik hammasi bir xil, svetiga rol o'ynaydi. Yo'q, hammasi narxi bir xil. Tanlab ko'rib olaveradi behijolat. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga dastavka qilib berasiz. Aha. Mana shu kachilardan birdan olaman desa ham dastavka qilib beramiz. Ha, dastavka qilib beramiz. Hop, shu aytilgan narxlarda optim, misol oddiy xalqlar, misol men o'zim iste'molchiman, bitta olaman-da men. Foydalanishga olaman desa, magazinlar, voha tarafdan katta magazinlar, boshqalar foydalanib tirikchilikka olaman deganlarga narxini kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz, telefon qilsa gaplashamiz, ozgina kamaytirib beramiz. Kelishtirdik, foyda qiladigan kelishtirib beraveramiz. Shunaqa. Yaxshi. Barcha ma'lumotni berdik degan umiddaman. Stollarning narxi gaplashildi. Bu nimasi? Xomashyomi endi bu? Bu mana shu stollarning materialida, bu mana shu stollar shundan to'qiladi bular. Mana shu stollar mana shu to'qilaydigan xomashyo, ha? Ha, shunaqa. Mana shu materiallardan to'qiladi. Bunisini ham o'zimiz ishlab chiqaramiz, birinchi qo'l. Bu faqat o'zingiz uchunmi yo? Mabodo shunaqa to'qiydigan ustalar so'rasa ham optim narxda topib beraverasiz. Topib beraveramiz. Buni o'zimiz ishlab chiqaramiz buni. O'zingiz ishlab chiqarasiz. Ha, shunaqa. Bemalol aloqaga chiqaveradi. O'zi ishlab chiqaradigan bu xomashyosini hop, narxi qanaqa gaplashamiz? Nima kilogami yo kiloga sotiladi bu? Kiloga sotiladi. Ha, kilosi 23 mingdan sotamiz.
Kilosini 23 ming so'mdan sotasiz. Shunaqa. Bu sexingizni o'zidami kilosi 23 ming yo o'sha 23 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib berasiz? 23 ming seximiz o'zida. Sexni o'zida 23 ming so'mdan. Shunaqa. Keyin manzilga qarab dastavkasi kelishiladi. Bu narsani dastavkasi masofaga, manzilga qarab kelishaveradi. O'zgaradi, shunaqa. Akalar, mana svetida, pulida farq qilmaydimi? Yo'q, hammasi bir xil. Svet qana bo'lsa ham korishniy, mana svet, bu oq, o'sha молочный, hammasi seri bitta narxda beraverasiz. Bir xil hammasi 23 mingdan. 23 ming so'mdan kilosiga yetkazib beradi ekan, yetkazib berishini kelishasizlar. Bo'lardimi akalar? Xo'p, ukam, bergan ma'lumotingiz uchun rahmat. Narx-navolarni ko'ngildag'idek kelish degan umiddaman. Mabodo imkoniyati yo'q, pulim yetmayapti ozgina degan joyiga kelishtirib berasizmi? Ozgina kamaytirib beramiz. Kelishtirib berasiz. Iloji bor, Dastavkada muammo yo'q. O'zbekiston bo'ylab. Men o'ylab Toshkentgacha dastavka qilib beramigan deb o'yladim-mi? 12 ta viloyatga dedingiz. 12 ta viloyatga. Bo'ldi, hisob. 12 ta viloyatga dastavkani qilib berishadi. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani, Puchqo'y qishlog'ida shunday stullarni optim ishlab chiqarish birinchi qo'l akamiz, Jalol akamning xonadonida bo'ldik. Bu narxlar eslatib o'tak, endi yangi yilgacha aksiya narx deyapti. Bu chiqarilgan narxlar yangi yilgacha aksiya qilardik. Xullas, ko'p miqdorda ishlab chiqargan, yangi sezonga ishlab chiqarish kerak. Joy yetmayapti, to'lib ketgan. Endi sotilyapti, ko'p ishchisi ko'pda, o'sha hisob ko'p ishlab chiqargan. O'sha hisobiga aka aksiya qilaman yangi yilgacha dedi. Aksiya narxda bo'lyapti akalar. Endi yangi yildan keyingi holatga bu narxga bir narsa deyolmaysiz-a? Shunaqa. Nima aytib qo'yish kerak-da? Yangi yildan keyin televizor shu narxda ber aytgansan desa, to'g'ri kelmay qolishi mumkin-da. Yangi yilgacha aytilgan narxlar o'z kuchida qoladi. Hammasi kuchida qoladi. Yangi yilgacha aytilgan narx bo'yicha olib borib beriladi. Yangi yildan keyin xudo xolasa bir chiroyli syomka qilamiz. Narx o'zgarsa, o'zgargan narxda syomka chiqariladi. Shunaqa. Aloqa uchun telefon nomerimiz 90lik 360 0927. Kengisi 91lik 142 17 74. Akalar, ekrandagi nomerlarga xotirjam aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkadan muammo yo'q. Bosamni qanday qilaman degan o'yga bormaysiz. Sararbekni o'zi chiroyli qilib yetkazib beradi. Uka, kamtarona vaqtingizni ayamay. Rahmat sizga ham. Salomat bo'lasiz, uka. Sog' bo'lasiz. Akalar, kelaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchqo'y qishlog'ida. Jalol akamning xonadonida bo'ldik. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.